Har kuni baqir-chaqir, to'polon. Nima emish, uni qadriga yetmayotgan emishman. Hozirgilarga xotin emas, uyga xizmatkor kerak. Na shirin so'z bor, na e'tibor, faqat jag'i bor. Har kuni ertalabdan kechgacha ishlayman. Eshak ham dam oladi, lekin baribir pulni deb urishamiz. Xotin har kuni ovqat qiladi, kir yuvadi, bolaga qaraydi. Sarpodiga kosmetika ham allaqachon tugagan. To'ydan keyin esa salon eshiklari ham uchun yopilib ketgan. To'ydan oldingi sodda qisqani avvallari 4 qator sher sizga katta sovg'a edi. Hozirgilarga botaniklar emas, biznesmenlar kerak. Menga erim emas, ota-onasi xo'jayin. O'g'lingizni qizg'onasiz. Ishlayman, ziyoli avlodni tarbiya qilaman desam, uyga qamab qo'ygansiz. Buxoriylar tug'ilishi uchun buxoriylarni dunyoga keltiradigan ona kerak emasmi? Biz ham siznikini ota dedik, ona dedik, odam dedik. Bir kun uyga yuborsang aynib keladi. Ota-ona degani nasihat qilish o'rniga sharoitdan so'rashar ekan. Yosh umrim xazon bo'ldi. Qiz farzandni qulchilik uchun katta qilmaydilar. Ostonamizga yalinib kelganingizda asl basharangizni ko'rmagan ekanmiz. Ajrashamiz.